Arslon Movie taqdim etadi. Storytellers hamkorligida hikoyaning boshlanishi. Salom, mening ismim Herobrine. Sizlar meni taniysiz. Ha, o'sha yovuz menman. Aslida esa sizlar noto'g'ri fikrdasiz. Haqiqiy yovuz men emasman. Kelinglar buni batafsil sizlarga aytib bersam. Haqiqiy yovuz kimligini. Bu siz tanigan Notch, ha, o'sha Notch aslida haqiqiy yovuz. Kelinglar bu voqeani sizlarga men batafsil tushuntirib beraman. Bu voqea 500 yil avval Notch Herobrine'ni yo'q qilish uchun Enity'ni o'z qasriga taklif qilgan kun bo'ldi va Enity buni qabul etdi va Herobrine'ga hujum qildi. Avval janglar qizg'in ketdi, ammo Enity'ni qo'li juda baland keldi va super kuchi bilan Herobrine'ni nokaut qildi. Bu nokautdan Herobrine juda alamzada bo'ldi, ammo birozdan so'ng u o'rnidan turdi va qochishga qaror qildi. Chunki bu yerlarda unga joy yo'qligini bildi va u mag'lubiyatga uchramagan odam edi va mag'lubiyat unga og'ir ta'sir qildi va bu yerdan qochishga qaror etdi. U samolar olamiga, samoviy makonga shu zahotiyoq uchib ketdi, chunki bilardi Enity undan kuchli edi. Bu paytda esa Enity Herobrine qirolligini yo'q qildi va u yerning yangi xoqoni etildi. Bu paytda esa Notch butun qirollikni Enity'ga topshirib, o'liklar makoniga bordi va Enity taxtga o'tirishidan zahoti butun armiyasini tuzdi va butun dunyoni egallab olish fikri ila jang boshladi. U ham fikriga yetdi. Qo'shini butun dunyoga yurish qildi va dunyoning yarmidan ko'pini zabt etildi. Ozgina joylar qoldi va bu ham qisqa muddatga bardosh bera olmadi va Enity qurboniga aylandi. Tez orada butun dunyo Entan qirolligi, ya'ni Notchia imperiyasi bo'ldi va poytaxt Notchia shahri deya e'lon qilindi. Umid yo'q edi. Ammo yosh qirol Arslonli butun dunyoni ozod etish uchun o'z qo'shinini tuzdi va hujumga o'tdi. Afsuski, bu uzoqqa bormadi. Arslonliga o'q tegdi va u og'ir yaralandi. Arsloniylar Notchia fathi rasmiy birinchi treyler taqdim etadi.